Buni bilishingiz shart. Bo'lmasa bolangiz nogiron bo'lib qolishi mumkin. Biz bilamiz, homiladorlik paytida yoki bola tug'ilgan paytida demak antibiotiklar qabul qilishi mumkin ba'zilar onalar. O'sha antibiotik sefalosporinlar, ceftriakson, cefazolin kabi antibiotiklar hisoblanadi. Bu antibiotiklarni qabul qilish natijasida qonda o'sha albumin va bilirubin degan oqsillar bo'ladi. Ular birgalikda holatda birikkan holatda bo'ladi. O'sha antibiotik berish natijasida o'sha o'rtasidagi bog'ni uzib qo'yish natijasida qonda erkin bilirubin ko'payib ketib qoladi. Erkin bilirubin esa o'sha albuminlardan siqib chiqariladi va bu siqib chiqarilishi natijasida bu qonda ko'payib ketib qoladi erkin bilirubin. Erkin bilirubin esa bu sariqlikni olib kelib chiqadi. O'sha bilirubin bosh miyaga boradidagi gemotoensefalik baryer to'siq bo'ladi bolalarda ham, hamma insonlarda. O'sha ensefalitik baryerdan o'tib ketish natijasida miyani zararlaydi va bunun natijasida miya shikastlanishi, bundan tashqari eshitishning yo'qolishi, harakat buzilishi, aqliy rivojlanishdan orqada qolishi, bundan tashqari og'ir holatlarda o'limga ham olib kelishi mumkin bo'ladi. Bundanda qiziq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va like bosing.